Assalomu alaykum, mani YouTube kuzatuvchilarim. Sizlarga ancha bo'ldi o'zimni transformatsiyalarim haqida gapirib bermayotganim. Transformatsiya o'tish jarayonlarida nima vaziyatlar bo'lishi, qanaqa o'tishimiz menga o'zimga muhim. Ustozlarimni qaysi etapdan qanaqa o'tishdi, nimalar bo'ladi degan ko'rishim, strukturani, ya'ni oldindan ko'rishim menga anaqa beradi, nima deydi? Xotirjamlik beradi. Поэтому sizlarga ham foydali bo'lardi. O'zimdagi o'tish jarayonlarim haqida gapirib bermoqchiman. Ko'rganmisizlar? Aytaymikan, uni aytmaymikan? Mayli, uni aytmay qo'yaylik, u alohida tema bo'ladi. Hozir shu yerdan ketaman. Qaranglar. Men shu vaqtgacha qanaqa yashab kelganman? O'zi kollektivda shunaqa naqamiz bor, programmamiz bor. Bizni razviyatsiya qilishimiz uchun, bizni o'zimizga yaqinlashishimiz, o'zimizni eshitishimiz uchun, Xudoga yaqinlashishimiz uchun qanaqadir o'zimizga muammo yaratib, krizis yaratib o'tamiz, to'g'rimi? Situatsiyalar yaratamiz. Muammo, kasallik, tashqaridagi qanaqadir talchoqlar yaratamiz va o'shandan keyin o'zimizni anglashga, o'zimizni tushunishga boshlaymiz. Nima bo'lyapti? Birinchi yaxshilab ayblab olamiz tashqarini. Keyin fokus o'zimizga qaraydi. Nima bo'lyapti? Men hayotimda bunaqa narsa bo'ldi. Bir nima deb sekin o'zimni xatoyim qayerda ekan deb keyin o'zimizning xatoyimizni qidirishga boshlaymiz. Va muammo, krizis bizani nima qiladi? O'zimizga yaqinlashtiradi. Ya'ni o'zimizni tanishni boshlaymiz. Nilufari ochilmagan qaysidir qirrasi ochilishni boshlaydi. Nilufari ochilmagan qaysidir sifati ochiladi. Oldin krizis orqali ketganimda men ochilgan sifatimni ko'rganman. U darajada nima deydi? Осознанный bo'lmaganman, u darajada ko'ra olmaganman. Har bitta sifatimiz ochilganda bu xuddi qanaqadir yangi dunyo ochilganga o'xshaydi-da. Yangi dunyo ochilganga o'xshaydi. Bu shunaqa biz muammo orqali rivojlanamiz. Hayotimizda qanaqadir mundoq tushish bo'lishi kerak, chiqishimiz uchun. Tushish bo'lmasa chiqa olmaymiz. Mundoq keta olmaymiz. Mundoq ketish ham mumkin. Mundoq ketish ham mumkin. Misol uchun, men oldin mana shunaqa ketganman. Asosan hamma kollektivdagilar minus orqali, krizis orqali rivojlanadi. Endi krizissiz rivojlanish mumkinmi? Mumkin ekan. Men hozir anaqa qilib o'zimda sinagan edim-da. Prosta krizissiz ketishi, sevgi orqali rivojlansa ham bo'ladi-da, ketsa bo'ladi-da. Sevgi orqali dirdim. Krizissiz ketishi, o'zimni eshitib ketishi ham tanlagan edim, ham hayotimni sekin-sekin proba qilyotdim-da. Keyin men buni anaqa qilib marafon qilib berishga anaqa qildim-da, qaror qildim. Marafon qilib berishni boshladim. Ishtirokchilarda ham zo'r anaqa o'tishlarni oson yengillashib ketishni boshladi-da. Menda o'sha o'tib bo'lgan periodimni o'sha tahlashni boshladim. Nima, qayerda, qanaqa bo'lyapti, nima bo'lyaptini joy-joyiga qo'yib tahlashni boshladim. O'tish uchun, meni yangi qirram ochilishi uchun men krizis yaratishim shart emas ekan. Men o'zimga ulanishim uchun, o'zimni eshitishim uchun kimdir kelib meni kaltaklashi shart emas ekan. Menda hozir shunaqa narsa bo'lyapti. Ichimda qanaqadir ehtiyoj uyg'onadi-da. Mashga borib, men bu narsani qilganimda men qanaqaman? Qaysi nilufar o'rtaga chiqadi? Qaysi nilufar ko'rinishni boshlaydi? Какая я de umuman bilmagan tarafimda u. Shu narsaga interes uyg'onyapti-da. Boshida tushunmadim bu narsani. Interes uyg'onyapti, keturdim. Ichimdagi ovozga quloq solib keturdim. Interes uyg'onyapti, to'g'rimi, noto'g'rimi keturdim. Keyin ketaman deb o'zimni boshqa ko'rib qo'yaman. Qirralarimni ko'ryapman, nimadirlarni ko'ryapman. Programmalarimni ko'ryapman deb bizning programmamizni ko'rish uchun bizga minus
programmalarimizdan ko'rish uchun hayotimizda nimadir bo'lishi kerak, kimdir sizni aks ettirish kerakda, sizni boshingizga taq etib uradida, keyin aks ettirish mana deydida, shunaqa qilinardi oldin. Shunaqa vaziyat bo'lardi, keyin ko'rardim. Hozir ichimdagi o'sha ovozni, ichimdagi kompasni eshitishni boshlagandan keyin interes uyg'onyapti-da, borib ko'raman. Oldin nam bo'lgan bu narsa, bu kompas hammamizda bor, sizda ham bor, qo'shningizda ham bor, hammada bor. Bu kompas bo'lgan, lekin ketayotganimda, "Vudruk mana bunaqa bo'lib qolsa-chi, vudruk mana bunaqa bo'lsa-chi", qo'rquv, jasoratsizlik, yana uyat, yana bir qanaqadir programmalari menga to'sqinlik qilgan. Hozir ham keladi. Qo'rquv kelishi mumkin, uyat kelishi mumkin, yana programmalarim keladi. Qaramasdan bunda yorib o'tasiz-ku, mana misol uchun, anaqaga kiryapsiz, chakalakzorga kiryapsiz-da, tetib qo'rqmasdan, hozir chakalakzorga kirsam hamyog'im timdalanib ketadi, yo'q, kirmay o'tmay qolaman, bu yo'ldan dirdimmi? Endi hozir yo'q, o'taman deb doq qilgandan keyin o'sha chakalakzordagi tikonlar meni qirmayapti. Tushuntira oldimmi? İçimde interes bor, ichimda jasoratam bor, ishoncham bor. Ishonch, eng katta narsa ishonch bo'lyapti. Hayotda oqimiga daveriya. Ayollar tabiatini suvga o'xshatishadi-ku, bilasizlarmi? Suvimizda o'zi prosta oqishimiz kerak. Har bir inson prosta oqishi kerak. Hayot ariq bo'lsa, ariq bir xil mamnaqa ariq bo'ladi, bir xil mamnaqa ariq bo'ladi, mamnaqa ariq bo'ladi. Bizi nimamiz? Suvimiz. Suv yetmaydi-ku. Voy, mamnaqa bo'lsa, yo'q, men bormayman, tushmayman, otdan qo'rqaman demaydi-ku. Suv ariqqa o'zini tashiydi, qo'yib beradi, yoyiladi. Ariq kichkina bo'lsa kichkina bo'ladi, keyin bo'lsa keyin tashiydi, qo'yib yuboradi o'zini. Qanaqalar bo'lsa, nima deydi? Pavorotlar bo'lsa, skachoklar bo'lsa, nimadirlar bo'lsa, hammasiga o'zini tashiydi ketadi. Mana shu hayotni meni to'g'ri yo'naltirishiga, to'g'ri olib ketishiga daveriya uyg'onishni boshladi-da. Va ichimdagi qo'rquv, uyat uni ishonch oldida qarshilik qila olmayapti уже. Va endi men transformatsiya bo'lishim uchun, men yangi o'zimni versiyamni ko'rish uchun, yangi sifatlarimni ko'rishim uchun qanaqadir treshdan, qanaqadir krizisdan o'tishim shart emas ekan. Hech kimda shart emas. Prosta oson, yengil o'zimizni eshitib ketsakkina bo'ldi. O'zi hamma krizis o'zimizni eshitishimiz uchun beriladi. Xudoga yaqinlashishimiz uchun, o'zimizga yaqinlashishimiz uchun, Robbimizga yaqinlashishimiz uchun beriladi. Rob har bir insonni qalbida bo'ladi. Robbim deydi-ku, qalbida bo'ladi. Alloh har bitta narsada. Alloh har bitta narsada. Mana stakanning ichida ham, ana bitta kelayotgan bu Allohning bitta sifati. Mana hozir ko'k choy sal nordon ta'mi bor, yumshoq ta'mi bor. Bu bitta Allohning bitta sifati. Sizni qarshingizga kelayotgan odam ham Allohning bitta sifati. Ya'ni har bir zarracha Allohning bitta ko'rinishi, Allohning bitta sifati. Nafsini bilgan Robbini biladi. Siz nafsingizni bilmasangiz, o'zingizni tanamasangiz, mamitingiz ichingizdagi Robbingizni qayerdan bilasiz? Robbingizni taniganingizdan keyin tashqaridagi sizni oldingizga kelayotgan akslarni hammasini Allohligini ko'rishni boshlaysiz. Transformatsiya jarayonidagi strukturalar bilan ham bo'lishkim kelyapti, lekin uni doskalar bilan qog'ozga chizib, ko'rsatib, bir narsalar qilib bersam yana ham foydali bo'ladi. Hozir gapirib ketsam tushunmasligingiz mumkin. Meni o'zim anaqa logikmanda. Struktura kerak menga, qiziq, interesni. Logiklar chuvstvalardan ko'ra ko'proq anaqaga, u aqlga anaqa qiladi, yon bosadi-da, uni orqasidan ketadi. Oldin chista aql bilan ketganman. Umuman
boshqalarim, ichki ovozimni, hislarimni eshitmaganman. Keyin hislarimni eshitishni boshladim, ikkalovi unaqa bo'lib qoladi, ushib qolardi. Mana bu baribir ustunlik qilardi, bunimda pastga olib borardi. Keyin bir paytlar keldi, men bu ustunlik qildi-da, bu o'chib qoldi. O'shanda harakatim to'xtab qoldi. Mumkin emas, ikkalovi bundoq bo'lishi kerak. Ikkalovi bir-biriga okey bo'lganda ketishimizni plavno oson bo'lar ekan. Meni hozir ichimdagi hislarimga, ichimdagi ovozimga aqlim to'sqinlik qilmaydi. Qilib qoladigan joylari ham bor, lekin o'sha paytda o'zimni kuzataman. Yana nimani aytmoqchi edim sizlarga? Вот. Просто ko'rib oqinglar, balki sizlarga ham отзываться qilar. Oldinga ketishimiz uchun muammo yaratishimiz shart emas. O'zimizni eshitsak bo'ldi. Ehtiyojlarimizni eshitsak bo'ldi. Qaranglar, nafsini bilgan Robbini biladi dedim-ku. Ehtiyojingiz orqali siz anaqangizga borasiz, nima edi? Transformatsiyangizga borasiz. Qayerdan bilasiz? Ehtiyojingiz orqali ketasiz. Nima ehtiyojim bor? O'sha ehtiyojga siz qo'rquvda ketishingiz mumkin. Prosta qo'rquvni olib tashlab, nimadir bor o'sha yerda deb ketishingiz mumkin. Men ehtiyojimga o'sha oxirgi paytlar shunaqa ketishni boshladim. O'sha qo'rquv yo'q o'tda, uyat yo'q, aybdorlik yo'q, bir narsa yo'q. Не знаю, что, но мне интересно. Bilmayman nima bo'ladi o'tda, nima bor o'tda, lekin men o'sha yerda men qanaqa his qilishim, qanaqa reaksiya qilishim, nima fikrlar kelishi menga qiziq. Через interes orqali ketyapman. Bu orqali ketsam, menda bo'l bo'lmas ekan. Bo'lishi ham mumkin, это нормально. Lekin bo'l bo'lmadi, bo'l bo'lmayapti. Bo'l bo'lishi ham shart emas ekan. Keyin qaranglar, bo'l bo'lganida, minus bo'lganda plus ham bo'ladi-da. Men bo'lni muhimligini tushirganimdan keyin men bitta plus ham muhimligi baland qilib, biz xursand bo'lsak, voy, zo'r bir narsa yopishib olamiz-ku. Qancha plus emotsiyaga yopishib olsak, plus hisga yopishib olsak, shuncha minus hisga ham yashaymiz-da. Plus his, men bitta unaqani minus muhimligini kamaytiraman, men bitta plus muhimligi baland. Plus ham muhimligini sekin kamaytirdim. O'sha yerda trevoga bo'lib ketmasligi, o'sha holatni chekib, voy qilib ketmaslik, o'sha yerda sekin xotirjamligimni saqlashga harakat qilib, sekin o'zimni balansga keltirishni boshladim-da. Ana o'shanda men skachok bo'ladi, bundoq bo'ladi. Endi qaranglar, men skachokim, men tepadagi skachokim Mahmudga tushirdim. Buni skachoki ham Mahmudga bo'ldi. Oldin Mahmud bilan men bitta bo'lardim. Bunaqa bo'lardi. Keyin Mahmud bilan men bitta bo'lishni boshladi. Endi bundoq ketsa ham bo'lar ekan, tekis ketsa ham bo'lar ekan. Skachok bo'lish shart emas ekan. Keyin bundoq menimcha unaqa bo'ladi. Bundoq yopishaman deb, bundoq sekin pastga tushiraman muhimligini. Plus emotsiyamni muhimligini pastga tushiraman. Keyin men buni ham unaqasi pasayishni boshladi. Keyin bundoq. Keyin bundoq. Balki bundoq ketmasman, yana men bunaqalar bo'lar, bilmayman. Lekin hozir anglaganim, hozir tushunganim shunaqa. Katta o'zimizga tresh yaratishimiz, katta bir narsa yaratishimiz, даже ichkarida ham yaratishimiz shart emas ekan. Men o'zi bilasizlar-ku, bunaqa transformatsiya yo tashqarida bo'ladi, yo ichkarida bo'ladi. Ichkarida ham bo'lish shart emas ekan. Ichkarida ham bunaqa bo'lib o'zingizni yomon his qilishingiz, bir narsa bo'lishingiz, yo osmonga uchib ketishingiz shart emas ekan. Balans orqali ham o'zingizga potokka ulanishingiz mumkin ekan. Va o'tish jarayonimni endi prosta lehkostga, yengillikka, osonlikka o'zgartirdim. Bu ishlayapti. Mana marafonda o'qiyotgan ishtirokchilarimiz ham zo'r ishlayapti. Men o'zi doim shu anaqada qidiryotgandim-da, ancha yillardan beri. Shunaqa hozir periodda yashayapmiz. Hamma narsa tez, vaqt tezlashib ketgan, energiyalar baland bo'lib ketgan. Pastda ham baland, tepada ham baland, hamma narsa tezlashib ketdi.
nega mana shu programmalarimizni ishlash, eski ssenariylardan chiqish, chuvsuvalardan chiqib ketish nega unaqa qiyin bo'lishi kerak? Bitta anaqa bo'lsa-da, как anaqa o'zi miyamizni men kompyuter deyman-da. Kompyuterga o'xshab bitta programmani yuklagin-da, bo'ldi. O'tib ket yangi programmaga. Eski programma faqat tursa yoki bo'lmasa uni ham bitta удалить qilib yubor. Стереть kompyuterda X boshida удалить qilib korzinkadan o'chirib tashladi-yu. Shunaqa qilish mumkin emasmikan deb titkilab yurdim-da. Keyin bir ikkita texnikalarni, metodlarni o'zim qo'lladim, o'zimda ishladi. To'g'ri, ozgina uzunroq bo'ldi ishladi. Hozir men mijozlarimda ishlatayotganda yana ham qisqardi-da, anaqasi, nima deydi, vaqti yana ham qisqardi. Yana ham tezroq bo'lishni boshladi ularda. Yana o'rganyapman. Чтобы doq qilaylik-da, programmamiz o'zgarib ketsin, sraz o'taylik boshqa etapga, boshqa уровеньga, boshqa programmaga o'taylik. Lekin buni imkoni borligini ham bilaman. O'shaning ustida ishlayapman. O'shaning uchun men kichkina marafonni qildim. Endi buni sal kattaroq qilib, yana ham mukammallashtirmoqchiman. Чтобы yillarimizni sarflamaylik. Baxtli bo'lishimiz uchun, qalb xotirjamligimiz uchun, hayotimiz biza xohlagandek bo'lishi uchun nimalarnidir qurbon qilib, o'zimizni, vaqtimizni, hayotimizni qurbon qilib kelmasligimiz ham mumkin. Chunki подсознание может все deydi-ku. Shunaqa biza ongi ostimizni hali boshqarishni bilmaymiz-da. Ongi ostimizni boshqarishni bilganimizdan keyin o'sha ichimizdagi yaratuvchi ochiladi-da. Yaratuvchi ochilgandan keyin o'sha yaratuvchilikni Alloh sifati deylik, bizada 1% ochilsa ham nimalarni yaratib tashlashingiz mumkin-da. O'sha yaratuvchi sifati ochilgandan keyin любой joy to'g'rilasangiz bo'ladi. Lekin buning uchun sizni o'sha ongingiz чистый bo'lishi kerak. Agar ongingiz nechistay bo'lsa ham bu yaratuvchanlik ochiladi. Mana ko'rasizlar, hozir dunyoni boshqarishadi, bir narsalar mana bu deyiladi-yu. Ularda ham bor. Ular faqat minusda, o'sha minus sifatlaringiz ochilib ketishi mumkin. Baytimi ongimizni chizga qilib, tozalab, keyin bu etaplarga o'tishimiz yaxshi. Men hozir o'ylashimcha, ongini u darajada yam demang. Ongini keraklicha tozalamagan odam bunaqa informatsiyalarni eshita olmaydi, nikak eshita olmaydi. Eshitadi, o'shanaqa masterlardan, ya'ni minusda ochilgan masterlardan eshitadi. Misol uchun meni eshitayotganlar unaqa eshita olmaydi, bora olmaydi oxirigacha. O't bo'lishmoqchi bo'lganlarim shu edi. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyga yozib ketinglar. Sizlarning ham holatingiz, savollaringiz men uchun qiziq. Agar ehtiyojingiz bo'lsa, etaplarni o'sha strukturalab ko'rsatib, qayerda nima bo'ladi, qayerdan qanaqa o'tish, tushish qanaqalar bo'ladi, yozib, chizib ko'rsatib beraman. Agar sizlarga ham qiziq bo'lsa.